Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan ozod videosimizda qo'y boqayotgan qo'ralarga kelganmiz. Akalar, bu yerda xudoolasa 10 bosh qo'ylar boqilayotgan ekan. Bular haqida to'liq ma'lumot, qanday boqiladi, qanday yem beriladi, qay tarzda yem beriladi va pishirib yoki Holmacha bilan haqida to'liq ma'lumot Ozodbek o'zidan beramiz. Agar videoda oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'yasizlar, xudoolasa qo'y bo'yotgan tanishlaringizga tarqatib qo'yasizlar. Nimaiki kimgadir foydali lifehack ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Albatta videoda oxirigacha ko'rib qo'yasizlar. Bu yerda xudoolasa 10 bosh boqilayotgan ekan Ozodbek. 10 bosh boqilyapti ekan. Bu yerda hammasi hisori ekan, xudoolasa bitta yerda oq bor ekan. Zoddor qo'y boqilmasdan o'zimizning shu joylari qo'ylardan ikkita yo 3 tasi Qashqadaryoniga dedilar. Qolgani o'sha Qirg'izistondan o'tilgan ekan, lekin effekti yaxshi bo'lyapti ekan. Mana akalar, adashmasam 4 oy oldin video qildim mana shu qo'ylarni. 4 oy, 3 oy oldin. Effekt o'shandagi effektdancha semirgan mana akalar. Xo'p. Videoda oxirigacha ko'rsam yem tayyorlanayotgan joyi bor. Yemni solib pag'irga oyoqdan pishirilayotgan joyidan ma'lumotlar beramiz albatta. Yemni ham solinayotgan joyi qanaqa tarzda boqiladi. Kepak, ko'rim. Bu yoqda yer yong'oq po'choq. Bu yoqda Makkani unidan berishar ekanlar. Bularni hali bu paqirlarimizga pishgan yemni olib kelamiz bu paqirlarimizga. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, xudoolasa manfaatli video bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, akalar, mana yemni xudoolasa pishirilyapti. Ozodbek, endi buning ichida nima-nimalar qo'shilgan? Bug'doy qo'shilgan. Bug'doy, makka, pishpirgi juvari, lo'ya qo'shilgan. pishpirgi juvari, lo'ya. Necha xil? 5 xil bo'ldimi? 4, 5. 5-xili ham bor. 5 xil. Hozircha 4 xil. 5 xil. 5 xil narsa qo'shilgan ekan. Hop, qanchadan miqdori qancha qo'shilgan? Bir pag'irdan, shu qora pag'irda beryapsiz degan. Bu pag'irda bir pag'irdan solingan ekan. Mana bir qo'zg'alaring uchun mana akalar. Yaqinlashtirib. Endi buni kechga berilayotganini qo'yga qancha beriladi, buni ham video davomida ko'rasizlar. Albatta bitta like bosib videoda oxirigacha ko'rishsa, xudoolasa manfaatli, foydali video bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, boyaga pishirilayotgan yemimiz xudoolasa pishibdi. Hop, endi buni qancha pag'irga solinishini video qilib olamiz. Hop, paqirimiz 7 kg shekilli adashmasam 5 yo 5 kilonimi? 6 yo 7 kg. 6 yo 7 kg. Hozir tortishda yetkazib beramiz. Tortilgan ya. Videoda. Hop, boya aytganimizdek, xudoolasa makka, lo'ya, pishpisi juvari, hop, bug'doy bor. Bug'doy. Qo'shimchasiga bitta ikkita. Hop. Aligini. Bodamda po'choq ekan. Bir pag'ir to'ladi. Yetkazilmaganimiz chichakcha tutun chiqib turibdi, issiq bo'lgani uchun. Endi boya quruq yemlar, aqda qo'shamiz, quruq yemlar bilan ulardan ko'rsatamiz. Ular bilan o'zi sovib qoladi endi. Obunachlar bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p. Qo'chqorlar qanchadan boqilasiz? Qanchadan qaraysiz qo'chqorlarga? 2 yil bo'lib qoldi-yu. 1 yil oshdimi? 1 yildancha kamroq menimcha. Hozir ravishda doimiy qaraysiz. Akalar, boyagi solgan yemimiz bu. Endi bularda bu tog'oramizga aralashtiramiz bu yerdagi quruq yemlardan. Endi aralashtiramiz. Bundan bitta olamiz. Bitta. Katta hajmda 1,5 2 kg chiqadi. 2 kg chiqadi. Bundan bitta tashlaymiz. 2 kg.
7,5 kilo chiqdi. 7,5 kilo 7,5 kilo. chiqdi bittasi akalar. Aha. Tamam. 7,5 kilo hisoblayib. 7,5 kilo hisob o'raylik. Hop. Bittani ko'chib 9,5 kilo. Hozir uni 2 kilo bilan. Endi bundan bu kalma ko'rimdan beramiz. Bitta yarim kilo. yarim kilo. Yarim kilo. Yer yong'oq ko'cha. Hop, bu ham o'sha 1 kilo chiqadi. Ata chiqsa bir jon. Yo'q, 1 kilo chiqmaydi bu. Yarim kiloga yetib borar, bormas chiqadi bu. Bu o'ta yengil bo'ladi. Yarim kilo deylik. Buni ham ancha effekti bormi? Ha, bu ancha ko'p. Yer yong'oqda po'choq ekan. Bir ikkita yer yong'oqlari ham, qolgan joyi bor ekan. Hop, endi bu ozroq qoldi. Ozroq qoldi. Buni olib kelib qo'yamiz endi. Makkani uni. Makkani mayda qilingan. Kichik kamroq beramiz, ozroq, yarimni ozroq. Buni berib turib, aralashtirib tashlaymiz hammasini. Bu общийda hozir 11 hop, bu 2 kilo, o 7,5 kilo, 9,5 kilo, 10 kilo, 10,5 kilo, 11 kilo. 11 kilo. Bittasi 11 kilo. Bir paqirga aralashtirdik. Ikkitasi 22 kilo bo'ladi. Birinchi resaqda yana bir paqir turibdi. Yana hozir bunga solganchalik solamiz. Endi buni aralashtiradi. Bu yoqda qo'ylar rosa yem yeyishga oshiqib turibdi o'zi ham. Sekin ko'rsatib. Hop, bu yerdagilar 10 bosh qo'y bog'lar ekan. Hisori. Hop, bir ikkita sariqlardan olgan. Menimcha bular ham hisori. Zotlari yo'q bo'lishi kerak. O'zimizda o'sha hisori qo'yadi. Hammasi bitta ikkita Qashqadaryoga bordingizmi? Bitta ikkita bor. Qolgani bular Qirg'izistonning. Qirg'izistondan o'tgan ekan. Yeyishini ko'rinmaydi. Qani? Yeyishi. Mana. Buni hali qilinadi, hammasiga chachib beriladi, o'lchanmaydi. O'lchab. O'sha bir cho'mishdan har bittasiga bir cho'mishdan, bu cho'mishdan. Hozircha bir cho'mishdan bersangiz, keyin chiqib ko'rmaysiz. Haqillab, chiqqan videolari ham bor. Ha, jonivorlar. Tez bermasangiz chiqadi. Hop. Bular kattaroq qo'ylar ekan. Katta qo'y, tishlarini yorgan, xudoolasa. Menimcha 2 tish bo'lishi kerak bular. Hop. Bu yerda 5 tasi, bu yoqda 4 tasi yoshroq. Bularga nisbatan bu ancharoq, bu yoshroq ekan. Nimaiki bu endi olib kelishibdi buni. Bular ham endi o'sha tish yorishga kelgan payti. Bu hali qo'zi. Mana. Bular ozgina cho'chib turgani uchun yoshiraman. Bu yoqda asayapti. Xo'p. Endi bularda yana boyagi usulda bu paqirimizga yana solamiz, Paqirimizni yana solamiz. Hop. Bunda bitta Xo'p. Bunda bitta solinadi shuncha. Bitta solinadi. Bunda bitta. Hop, endi bundan bir cho'mich. Ko'rim bu. Ko'rimda odatda uyutib beriladi, lekin hozir quruqcha berilyapti ekan. Uyutib berasiz endi. Ha, o'tib beradi. Hozir vaqtimiz bo'lmaydi. Hop. Bu yer yong'oqni po'chog'i. Hop, bu yerda ozroq qolibdi bu makkani uni. Hop. Mana solingan tagida quruq yem, ho'l yem. Boya pishirilgani. Hop, endi buni akalar kepakni ham atalasiga qo'shib qildilar, lekin beyda boqilishicha quruqcha aralashtirilsa nimaga yog'dagi ho'l bilan aralashib o'zi namroq bo'lib qolar ekan-a? Ha. Mana buni aralashtiramiz. Hammasiga birdek tushadi. Xo'p, общий necha kilo bo'lyapti hozir shu 10 ta qo'yga общий? 22 kilo. 22 kilo. Hammasiga общий chachganda 2 kilo 200 gramdan to'g'ri kelyapti. 2 kilo o'raylik. 2 kilodan, bir mahalga 2 kilodan to'g'ri kelyapti ekan. Lekin effekt yaxshi bo'lyaptimi? Zo'r bo'lyapti. Effekti zo'r bo'lyapti ekan. Hop. 4 oy oldin adashmasam 4 oy oldin video qilganmiz bu qur'oni akalar. 4 oy oldin. Uning ichida 3 ta
to'rttasini yetiltirib sotishibdi ham. Sotdik. Olib keldik uni az aytganingiz. Ha, bu sariqda olib kelishibdi. Yaqinda olib keldik uni. Yana bitta og'dog'i bitta sariq yo'q edi. Video qilamiz, bitta shida sariq yo'q edi. Ikkita sotildi, olib kelindi. Tekda sotildi. Endi bularni ham, qolganini ham beramiz aka. Sekin yeyishyapti. Endi buni birdaniga yeyverib qilib olish mumkin. O, buni ertalab kechqurun 2 mahal berasiz buni. Mahal beriladi. 2 mahal berilar ekan. Lekin qo'ylarda o'zgarish yaxshi bo'lyapti ekan. Bitta like bosib, qadrdan do'st birodarlarga bilib, podpisatga tarqatib qo'yasizlar. Kimgadir foydali, manfaatli video bo'ladi. Oddiy qishloq sharoitida, uy sharoitida oddiy qo'y boqish usuli. Qo'ylarni ham o'sha o'zlari bor mahsulotlar bilan qo'rab bitirishgan ekan. Tagida go'ng to'planmas ekan. Ha, devorda ko'rmaslik. Aha. Bu aligisi pastga tusharar ekan. Pastga tushirib, pastdan tortib olmaydi ekan. Pastdan sekin tortib olanar ekan. Lekin akalar effekti yaxshi bo'lyapti deyishyapti. Hop, orada silos ya somon bo'lmaydimi? Somon berib turiladi. Somon berib turiladi. Ular yeb bo'lgandan keyin Aha. qonni to'ymay qolishi ehtimoli ham bo'ladi. Unaqa joylarga silos Somon. somon qo'yib qo'ygan bo'ladi. Somon 40 pastga tushirib qo'yishgan ekan. Hop, bu yerdagilar mana. Hop, Makka bor ekan, somon bor ekan. Makkani bachkisi. Bachkisi bor. Hop. Akalar bitta like bosib qo'ysizlar, lekin qo'ylarni ishtahasi ham xudo xolisa zo'r ekan. Vaksina, ukol vaksinalarga qilingan-a? Shamollash, qurt ichida ichki tashqi parazitlarga qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda mana mollarimiz ham yeyishyapti. Akalar, video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga foydali yoki mana shu usullaridan foyda topdim bitta yozib qo'yasizlar. Like tekin, ko'pchilik like'ni pulli deb o'ylar ekan. Xo'p, akalar shunaqa qo'yib qo'yayotgan tanishlaringizga podpiska qilib tashab qo'yasizlar.